Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Namangan yana bir xalqaro festivalga mezbonlik qildi. Yoshlarni kasb-hunarga qiziqtirish, yosh texnik va avtohavaskorlarni qo'llab-quvvatlash, avtomobil tuningi sanoatini rivojlantirish hamda avto ishqibozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida Namanganda ikkinchi bor xalqaro avtomobillar festivali o'tkazildi. Davlatobod tumanidagi Afsonalar vodiysi tematik parkida festival doirasida turli ko'ngilochar tadbirlar, avtoparad, retro va zamonaviy avtomashinalar namoyishi, ko'rik tanlov va sport musobaqalari tashkil etildi. Festival yakunida g'oliblarni taqdirlash marosimi va gala-konsert namoyish etildi. Bu haqda muxbirimiz reportajida batafsil tanishasiz. Gullar festivali bilan dunyoga mashhur Namanganda bu yil ikkinchi bor xalqaro avtofestival o'tkazilmoqda. Aytishimiz kerakki, bu avtofestivalda nafaqat zamonaviy avtomashinalar qolaversa, mana bunday siz ko'rib turgan tarixiy retro mashinalar ham namoyish etilyapti. Bu esa mana shu avtomobil ishqibozlarini hayratga solayotgani rost. Aytishimiz kerakki, mana bu avtomobil nomi Pobeda 1958-yilda ishlab chiqarilgan va asosiysi bu mana shu festivalga boshqacha bir ko'rk, zavq bag'ishlayapti. Namangan yana bir bor yirik xalqaro tadbir markaziga aylandi. Viloyatda ikkinchi bor o'tkazilgan xalqaro avtofestival nafaqat texnik salohiyat, balki madaniy muhitni ham o'zida namoyon etdi. 2 kun davom etgan ushbu avtofestivalda 50 mingdan ortiq ishtirokchi va tomoshabin jam bo'ldi. E'tiborlisi, ularning 2000 dan ziyodi xorijiy mehmonlar bo'lib, bu festival nufuzining ortib borayotganini yaqqol ko'rsatdi. Bu mashinamiz Janubiy Koreyadan kelgan biznes klass mashina hisoblanadi. Xalqimiz yaxshi ko'radigan mashinalardan gibrid motor, elektr va benzinda yuradi. Umumiy vazni 3 tonna bo'lishiga qaramay 5 litr benzin xarajat qiladi. Sidenalarda massajli, sovutish, isitish deysizmi, hamma narsasi bor. Buni asosan estrada yulduzlari, yuqori martabali kishilar uchun maxsus Koreyada tuning qilingani. Ishqibozlar, muxlislar uchun zo'r sharoit. Biz ko'rib madaniy dam olamiz. Mana olib chiqib, odamlar ko'rsa, savol bersa dam olaman. Davlatobod tumanidagi Afsonalar vodiysi tematik parki mezbonlik qilgan tadbirda 5 ta davlatdan tashrif buyurgan ishtirokchilar qatnashdi. Bu avtofestivalning xalqaro platformaga aylanayotganini anglatadi. Turli mamlakat vakillarining qatnashuvi tajriba almashish, yangi g'oyalar va hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Avtofestival juda ham ajoyib o'tyapti. Bu Namangan xalqaro avtofestivali bu ikkinchi marta o'tkazilishi. O'tgan yilda ham qatnashganmiz. Bu retro avtomobil 1962-yilda ishlab chiqarilgan, 75 ot kuchiga ega. Holatda hozirgacha shunaqa yaxshi saqlanib qolgan. Tuning qilinganmi? Yo'q, tuning qilinmagan, hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. O'zi zavoddan chiqqan holatda saqlab qolingan. Juda ko'pchilik ko'rib, buni shunchalik saqlanganiga hammasi qoyil qolib, odamlar xursand bo'lyapti. Festivaldagi zamonaviy va retro avtomobillar ko'rgazmasi ayniqsa barchada katta qiziqish uyg'otdi. Avtosanoatning turli davrlariga mansub mashinalar bir maydonda namoyish etildi. Tarixiy qiymatga ega transport vositalari bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan yangi modellar ham keng jamoatchilik e'tiborida bo'ldi. Ko'rgazma avtomobilsozlik sanoatining kechagi va bugungi qiyofasini birlashtirgan ekspozitsiyaga aylandi. Bugungi kunda avtomashinaga qiziqmaydigan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Shu o'rinda juda ko'p ayollar avtomashinaga qiziqib borishyapti. Shu o'rinda Namanganda ikkinchi bora xalqaro avtofestival bo'lib o'tmoqda. Bu festivalda qo'shni davlatlardan kelgan mehmonlarimiz va juda ham ko'p avtomashina ishqibozlari qatnashmoqda. Bugun avtomaktabimiz retro avtomobillari bilan ishtirok etyapti hamda o'zimizni zamonaviy avtomobillar bilan ishtirok etib boryapmiz. Biz o'tgan yili bo'lgan avtofestivalda ham qatnashganmiz, bu yil ham mana qatnashib boryapmiz. Aytish kerakki, festivaldagi turli musobaqalar va drift show dasturning eng jonli qismlaridan biri bo'ldi. Maxsus tayyorlangan maydonda mahoratli haydovchilar texnik, aniqlik va nazoratni uyg'unlashtirgan holda chiqish qildi. Dvigatellar sadosi, tomoshabinlarning qo'llab-quvvatlashi va sport ruhi festivalga alohida kayfiyat bag'ishladi. Shu bilan birga tuning ustalari o'z ishlari orqali avtomobilni shunchaki transport vositasidan san'at asariga aylantirish mumkinligini ham namoyon etdi. Juda ham chiroyli avtomashina.
aytishimiz kerakki, Namanganda o'tkazilayotgan 2-xalqaro avtofestival mana bunday zamonaviy avtomobillarni ham namoyish etmoqda. Siz ko'rib turgan va ko'plab avtomobil ishqibozlarini hayratga solgan ushbu avtomobil Qirg'iziston davlatidan olib kelingan. Har doim Namanganga kelsam xursand bo'laman o'zi. Gullar bayramiga kelamiz festivalga. To'g'risini aytsam, bu avtofestivalga birinchi marta kelishim. Juda ham odam ko'p. Namangandagi bo'layotgan yangiliklarni ko'rib juda ham xursand bo'lyapman. Bugungi festivalda hammaga omad tilab qolaman. Bu yerda mashinalarni ko'ryapmiz, mana retro mashinalarni, zamonaviy mashinalarni har xil rang-barang xilda to'g'risi tomosha qilyapmiz. Tomoshabinlar maza qilishyapti. Mana shu mashinani qilib kelgan mashinaning egalariga ham alohida rahmat aytib qolamiz. Tadbirning eng tantanali qismi taqdirlash marosimi bo'ldi. 4 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlanib, ularga 10, 20, 30 million so'm miqdorida pul mukofotlari hamda maxsus statuetkalar topshirildi. Unda so'z olgan Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov Namanganda avtomobillarga servis va xizmat ko'rsatish sohasi rivojlangani, festival bu borada boy mahoratni ko'rsatish, ommalashtirishda muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Shuningdek, avtofestivalda faol qatnashgan bir qator ishtirokchilar ham 3 million so'mlik pul mukofoti va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Namanganda tashkil etilgan 2-xalqaro avtofestivalda Ferrari mashinasi bilan qatnashdim va nominatsiya bo'yicha birinchi o'rin sohibiga aylandim. Tashkilotchilarimizga o'z minnatdorligimni bildiraman. Shunaqa katta festivallar Namanganda ko'proq bo'lishini qolamiz. Taqdirlash marosimi yakunida taniqli xonandalar ishtirokida gala konsert tashkil etildi. Musiqa va bayramona muhit 2 kunlik festivalga munosib yakun yasadi. Avtomobillar olami bilan san'at uyg'unlashgan ushbu tadbir Namanganning sayyohlik va investitsiyaviy salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Aytish kerakki, 2-xalqaro avtofestival viloyatda ommaviy tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish tajribasi shakllanayotgani, Namanganning xalqaro maydondagi imiji yanada yuksalayotgani ifodasidir. Qolaversa, festival texnika ixlosmandlari uchun maydon, yoshlar uchun ilhom, viloyat uchun esa nufuzli brendga aylanish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.